Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz bugun Renesans klinikasida ish faoliyatimizni boshlab oldik. Biz operatsionnidamiz. Hozir esa 3-operasion xonasiga kiryapmiz. Ya'ni bu yerda doktor Sardor Jo'rayev operatsiya qilyaptilar. Bu operatsiya haqida doktorning o'zlaridan qisqacha sizlar uchun ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Sardor Jo'rayev. Bugungi operatsiya haqida qisqacha obunachilarga ma'lumot berib o'tasiz va bugungi kunda qanaqa rejalaringiz bor? Qanaqa operatsiyalarni rejalashtirdingiz? Assalomu alaykum hammaga, aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi ish kunimizni boshlab oldik. Yuqori kayfiyatda korpuslar operatsionnidamiz. Bugun xudo xolasa rejamizda ikkita aylana qovoqli blefaroplastikasi reja qilingan. Hozirgi bemorimiz 45 yoshdalar. Yoshlarga nisbatan ajinlar juda ko'p, yoshga kattalik hissiyoti beryapti. Shu shikoyat bilan kelganlar va ko'z ostlarida grijalari bor. Albatta natijalarni ulashib boramiz. Kun davomida biz bilan birga qoling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozir patsientimiz narkozda emas, to'g'rimi? Yo'q, mana bemorimiz bilan qo'shiq eshitib, gaplashib, bemalol operatsiya jarayonini o'tkazamiz. Qanaqa og'riqlar yo'q, noqulayliklar yo'q. Albatta, bemor qo'rqmasdan kelaversanglar bo'ladi. Opajon, operatsiya qanaqa o'tyapti? Og'riqlar bo'lyaptimi? Yo'q. Yaxshi. Hammasi yaxshi. Sizga omad, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.